Eng ishonchli retseptlarimdan biri dasturxonni bezab turadigan chakchak retsepti bilan bo'lishaman. Idishimizga tuxumlarimizni sovolamiz va chani soda va tuz bilan yaxshilab oqarguncha ko'pirtirib olamiz. Ko'pirgan oq penkamiz shunaqa holatda bo'ladi. Ichiga ozginadan un solib, telari bilan ko'tarib, yaxshilab aralashtirib olamiz va sal quyilgandan so'ng qo'limiz bilan yaxshilab yumshoq xamir qoramiz. Ustini paket va sochiq bilan o'rab tindirib qo'yamiz. Tingan xamirimizni olib, katta yupqa qilib yoyib olamiz. Shu ko'rinishda bo'ladi. Yaxshilab unlab, videoda ko'rsatilgandek qilib taxlab olamiz. Faqat ko'proq un sepishimiz kerak, yopishib qolmasligi uchun. Taxlangan xamirimizni 2,5-3 sm atrofida kesib olamiz. Kesilgan lentalarni ochib, ustiga qo'yib, ikkitadan qilib to'g'rab olamiz. Bir xil to'g'rashga ahamiyat bering va qozonimizga yog' solib, qizitib olgach, xamirlarimizni solib, bir xil ko'rinishda sal rang berib olamiz va idishimizga solamiz. Qiyom tayyorlash uchun qozonchamizga suv, shakarni solib, 10 minut qaynatib olamiz. Qaynagandan so'ng ustiga asalni solib, u ham ko'pirib qaynagandan so'ng aralashtirib olamiz. Limonni suvini siqib, aralashtirib, qiyom holatiga kelganda shunaqa holatda bo'ladi. Xuddi videoda ko'rsatilgandek quyuqroq bo'ladi. Qiyomimiz tayyor bo'lgandan so'ng chakchakni ustiga qiyomni quyib, yaxshilab aralashtirib, xohlagan idishimizga yopishtirib olamiz va ortib qolgan qiyomni chakchakni ustidan quyib yuboramiz. Ustini xohishga ko'ra yong'oqlar bilan bezatamiz. Bayram dasturxoni uchun chakchak tayyor bo'ldi. Tayyorlab ko'ring.